Assalomu alaykum. Hammaga всех приветствую. Dekabrga ham yetib keldik. Demak, dekabr oyi. Qanaqa oy deb o'ylaysizlar? Как вы думаете, что он нам даст? Nima beradi bizga u? Mana, o'zini bir xislatidan his qilib ko'ringchi, что он нам даст? Декабрь 12. 1 плюс 2. Nechi? Сколько? 3. 3 это что? Качество. То есть каждый день, это для рассчитки, да, каждый день dekabrning har bir kuni bizga sifatli imkoniyatlarni beradi. Dekabr materiya oyi bo'lgan, bu yil materiya modellik oyi bo'lganligi uchun, ayniqsa dekabr modellikka ko'p e'tiborli holatlari bo'lganligi uchun da har bir kun aynan bizni modelligimiz uchun, bizni modellik bu rezultat. Что такое materiya? Materiya это ваш результат. Materiya это ваше удовлетворение. Modellik bu sizni qoniqishingiz. Da sizni hayotda istaganingizcha yashay olish jarayonlaringiz. Mana shu modellikda, modellikni проявленияsi bu. Biz faqatgina moliya deb o'ylaymiz, aslida moliya emas, munosabat, ish, butun boshli bir hayotimiz. Mana shu hayotda siz natijani olishingiz, это ваш результат, это ваши плоды. То есть nimaiki ekkan bo'lsak, da bu jarayonlarda ana endi nafaqatgina uramiz, balki yeymiz, ko'ramiz, oldimizga bu keladi. То есть mevani ekdingiz, pishdi, ochilindi, ko'rildi, zavqlandingiz, endi buni olib hayotingizga uni olib kelasiz. И mana shu ko'rsatkichlarda dekabr, каждый день декабря, har bir kuni bizga mana shu sifat orqali o'tamiz. Мы каждый день будем проходить через энергии качества. Sifatli energiyalar asosida o'tamiz. То есть сборка bo'ladi har oy, har kun nimaiki qilsangiz, da bu sifatli energiyalar asosida qilinadi. И bu energiyalarni siz yig'asiz, вы будете собирать эти энергии. Для чего? Nima uchun yig'asiz buni? Fundament qilasiz. Fundament nima qilib beradi sizga? Keyingi yilga o'tishimiz uchun avvalambor materiyaga xizmat qiladi bizga va keyingi yilga o'tishimiz uchun nima bo'ladi? Poydevor bo'ladi. То есть это некий фундамент во-первых, для материи, во-вторых, для следующего года. То есть в любом дне декабря, что бы мы ни делали, что бы мы ни активизировали, да, будет подаваться через качественную энергию. Сам абсолют будет поддерживать эту энергию. Абсолютно o'zi bizga mana shu oyda energiyalarni ta'minlab berishni amalga oshiradi. Da, месяц для кого-то будет нелегкий. Сразу aytaman, kimdirlar uchun yengil bo'lmaydi deb aytishdi. Nima uchun? Aslida olganda hammada tugatilanish jarayoni bo'ladi. У всех будет процесс завершения. Почему? Год завершается, yil yakunlanyapti. Nimaiki emotsiyalar, nimaiki tugatilmagan jarayonlar bo'lsa, mana shu bir oy muhlat tugatilanishi shart. Берется месяц и нужно завершить. И это завершение будет по-разному. Mana shu yakunlash har xil bo'ladi. То есть это означает, что если есть проработки, если есть непроработанная программа, проработкалariz bo'lsa, kimdirlar yechilmagan, tugallanmagan jarayonlar bo'lsa, bu oy aynan проработка qilasiz. Эмоционально kerak bo'lsa, проработка qilasiz. Будете прорабатывать эмоционально. Как эмоционально? Каким образом? Qanday bir holatda? Bu sizga bog'liq bo'ladi. Da, то есть опять-таки bizni resursimiz, bizni hayotiy jarayonlarimizdan o'tish imkoniyatini beradi. Если мы в resursda bo'lsak, biz bu jarayonlarni tezlik bilan transformatsiya qilamiz. Если мы не в resursda bo'lmasak, biz nima qilamiz? Kirib ketib, qovurilib yurib chiqib ketamiz. Bu ham jarayon bo'ladi. No, dekabr oyi aynan har kuni sifatli imkoniyatlarni beradi, sifatli jarayonlarni amalga oshiradi. Shu bilan birgalikda yakunlovchi oy bo'lib hisoblanadi. Yil yakuni sarhisob qilinadi. Siz nimaiki har kuni qilsangiz, что бы вы ни делали в декабре, да, это только будет То есть, если у вас проработки, agar prоработкалariz bo'lsa, sizda yangi переиндексация uchun tozalanish jarayoni amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin bo'ladi. То есть вы, возможно, да, очищаете свое поле, и в то же время вам нужно постоянно, да, накапливать ресурсы. Ресурсlarni yig'ishingiz kerak. Nima uchun? Для того, чтобы вот эта переходная часть 31 dekabrdan 1 yanvarga o'tar kechasi 12:00 kurantlar urilganda, когда бьют куранты, помните, да, в прошлом году мы тоже с вами делали сонастройку, созlaşını qildik. Вот тогда у всех
У всех происходит перекодировка, переиндекс происходит. И все, что вы накопили, nimaiki yiqqan bo'lsangiz, qanaqa sizda orqangizda bagajingiz bo'lsa, o'sha bagajingiz sizga fundament bo'ladi. Siz keyingi yildan yangi uy qurasiz go'yoki. Sizga bog'liq yangi uy qurishga imkon yaratadi. То есть неким образом вы как будто будете что делать? Строить новый дом. А вот какой он будет, qanaqa bo'ladi bu uy, bu nimaga bog'liq bo'ladi? Siz nimaiki orqamalab kelib, то есть sizni resursingiz, nimaiki energetik yiqqan bo'lsangiz, qandaydir imkoniyatlaringiz, qandaydir ochilmalaringiz, так далее, так далее, так далее. Ularning hammasi bog'liqligi bo'ladi. И siz, потому что девятка yakunlayapti, yil, большой цикл, завершается очень большой цикл в матрице. Matriца juda katta sikl yakunlayapti. Da keyingi yil 01 bo'ladi. 2025-yil 2026-yilga o'tadi. 2025 девятка, 2026 9. Это означает, все у вас происходит с нуля, то есть 0 birdan. Hammasi bo'ladi, но yangi fundamentalniy asosiy jarayonlar sizni hozirgi bazangizga katta ahamiyatga ega bo'ladi, bog'liq bo'lib hisoblanadi. Demak, будут, то есть все любые энергии будут, да, будут выводить нас в качество. Har qanday energiyalar, har qanday hayotimizdagi jarayonlar bizga sifatli imkoniyatlarni beradi. Har qanday даже отработка, проработкаlar sizga sifatli jarayonlarni olib keladi, да, то есть они вам будут давать качество. Kачество bu nima? Опять-таки qaytaraman. Sifat bu nima? Bu sizni natijangiz, bu sizni mevangiz, bu sizni xoniqishingiz, bu sizni да, natija, bu sizni rezultatingiz, то есть bu sizni hosilingiz. То есть это ваше то, что вы отработали. Nima eksang shuni o'rasan, да? Shu jarayonlar amalga oshiriladi. Nima ekdingiz shu yil davomida, shuni o'rasiz. Что вы делали на протяжении этого года, то и получите. Поэтому еще раз повторяю, будут даже у кого-то будут отработки очень-очень-очень такие сильные. Kimdadir отработка qilinishi shart bo'lsa, olib borib ham olib kelishi mumkin bo'ladi. Mana shu paytda agardagi siz o'zingizni boshqara olsangiz, kirmasangiz, да, agar kirsangiz, agar shu negativ holatida qovurilib o'tirsangiz, если вы будете жариться, париться, да, вас это задевает, что вы делаете? Вы берете, то есть энергия пришла, энергия keldi, и siz unga yopishdingiz. То есть вы прикрепились к ней, и все, она jahli chiqaveradi sizda недовольство, то есть вы сливаете эту энергию, siz beryapsiz bu energiyani. Куда она уходит? В эту программу. То есть, да, это прорабатывается, то есть siz проработку дают вас, но вы сливаете эту энергию. Поэтому mana shu jarayonlarni ogohlantirishdi, нас предупредили, чтобы мы обратили на это внимание. Сейчас я вам еще расскажу. Demak, трансформацион oy deb aytamiz. Очень трансформационный месяц. Сразу говорю, трансформация будет происходить у всех. Hammada bo'ladi трансформация. Это не пугаю я вас, sizni qo'rqitmayman. Просто siz ongli ravishda yondashishingiz uchun. Чтобы вы именно осознанно, да, подходили к этому. Меняться будут все показатели. Hozir juda ko'p ma'lumot beraman. Будут меняться все показатели, насколько это возможно. Вот qanchalik tayyor bo'lsangiz, shunchalik darajada sizda o'zgarishlar bo'ladi. Поэтому максимально, если есть возможность, максимально наполняйте себя ресурсом, максимально o'zingizni resurs bilan to'ldiring. Какими ресурсами? Вот как сознание рассчитывает, максимально обязательно занимайтесь. Hozir bu haqda ham aytib o'taman. Так, demak, да, то есть очень-очень важно, чтобы mana shu resurslarni o'zingizda to'xtovsizlik ila amalga oshirsangiz. Bu degani sizda bu oy shunchalik bir bo'ladiki, juda ham qiladigan ishlar, hattoki ovqat yeyishingizga ham vaqtingiz bo'lmasa, hayron bo'lmang. Если даже вам выведут такое событие, что у вас не будет времени даже поесть что-нибудь, это очень хорошо. То есть что происходит? Это означает, что вам просто не дают возможность тело загружать. Tanani yuklashga, tanani ortiqcha energiyalar sarflashiga nima qilishyapti? Sizni saqlashyapti. То есть настолько все работает, qanchalik darajada bu jarayonlar. Vaqt umuman, ko'pchilikda nima qanaqa holat bo'ladi? Bu narsa чисто o'zimni kuzatilyapti, hozir tushunishim bo'yicha. Не хватает времени. Siz aytasiz, menga vaqt yetishmayapti, menga yana vaqt kerak deysiz. Мне еще время нужно, дайте мне время. Да, вот oxirgi paytlar shunaqa deyapti. Menga vaqt beringlar deb.
Вот, да? Вообще, на самом деле, времени не хватает. Мне бы еще бы вот не поспать бы. Uyqu kerak emas bo'lsa-da uxlamasdim. Uyqu kerakligi uchun uxlaymiz. Если бы не было бы нужно было бы, не нужно было бы спать, я бы не спала бы, честно. Man o'sha ishlarimni qilib olardim qaytaga. Но организму нужно восстанавливаться, организмga shart. Да, уxlash shart. Именно ayniqsa hozir 11 dan 3gacha, знаете, да, время в каждой матрице с 11 часов до 3 утра. То есть 11dan boshlab biz bilan ish olib boriladi. Работать с нами работа до 3 часов утра. Поэтому очень важно, чтобы в это время вы уже там spали, lегли, чтобы вы получили сполна. To'liq formatda olishingiz uchun. Максимально. Вот. Demak, bu jarayonlarda mana shu holatlarga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Hamma narsa o'zgaradi, siz o'zgarasiz, da, siz 2026-yilga kirib borasiz. Qanchalik kirib borasiz, bu sizga bog'liq bo'ladi. Насколько вы входите, это будет зависеть уже от вас. При этом darabotkаlar, старый programmalar, eski dasturlar, po pamyati, xayolingizga nimadirlar kelishi mumkin bo'ladi. Nimadir kuzatilmagan, nimadir yakunlanmagan, kimdir bilan yakunlanmagan jarayonlaringiz, emotsiya, his-tuyg'ularingiz, tana bo'yicha nimadir yakunlamoqchi bo'lsangiz, misol uchun hozir juda ham ahamiyat beryapman. Kstati, bolalarda adenoidlar mana kimda yaqinda bitta rivojlanishimizda bordi, hozir yaqinda yana bitta eshitdim. Bolalarda adenoidlar ko'payib ketgan. То есть увеличилось аденоид. И говорят, даже tsivilizatsiyalar bilasizmi nima deyishni boshlashdi? Лучше o'sha adenoidlarni kesib, хирургический вмешательство bilan olib tashlash. Почему? Так, потому что эта программа, она не убирает полностью. Времени нету. Tezroq olib tashlash kerak. Надо убрать эту программу. Старая программа. Это тоже программа. То есть будет тело, да, тоже telani ham darabotkasi bor. То есть если у вас где-то что-то болит, agardagi qayerdangizdir o't betingiz og'riyotgan bo'lsa, значит darabатывайте, значит yana nima qilyapsiz? Praraботkalarni amalga oshiryapsiz. Ahamiyat bering, sentyabr oyidan bizda o't pufagini oldiradiganlar ko'payadi. Odatda, да, то есть tugatilinish завершение oyi bo'ladi, потом o't pufagini. Bu ham oldirilganda, то есть уже tuzatilinish imkoniyati bo'lmagan, лучше olinadi. То есть старая программа берется, раз и удаляется, и тогда организм лучше становится, то есть она раз идет залпом удаляется, и тогда эта программа, она уже все, она отходит, да, от тела. Это тоже доработка, это тоже закрытие программ. Поэтому вот тоже у вас на самом деле у кого-то, у сыновей, что у них происходило, то есть вы очищаете себя, siz o'zingizni tozalayapsiz, у них свой процесс происходит. Ularda o'zini jarayoni bo'lyapti. Вот, ko'rdingizda, mana oldirdim, yengil bo'ldim, deyapti. Это очень классно, что вот именно oldirdingiz, потому что вот boshqa yo'l быстрое удаление программ, поэтому хирургический ba'zi bir paytlarda наоборот, да, o'zini bir imkoniyatlarni beradi. Demak, emotsiyalar darabotkasi bo'lsa chiqadi, сразу aytaman. Xotiralar, nimadir eski kimdirlarni eslaysiz, jarayonlar bo'ladi, bularning отработкасы bo'ladi. Вот, yopishib olmang. Да, o'sha paytda bordi, это же кармическая взаимосвязь, karma jarayonlari ketyapti bu yerda. Если вы цепляетесь, и вы постоянно думаете, ох, как ему хорошо, как энергия, вот эта вот программа, o'sha programma nima qilishni boshlaydi? Mazza qilib sizdan energiya so'rashni boshlaydi. A siz yoki tam to'xtatasiz, tak stop deysizda, да, bo'lib o'tgan jarayon deysiz, tugatasiz. То есть принятие qabul qilishda bo'lasiz, u insonni ham, o'zingizni ham qabul qilishda bo'lasiz va bu jarayonni tugatasiz. Надо принимать, надо трансформировать и проходить дальше, не останавливаться. Будут darabotka. Просто bular bo'ladi. Sizga прям ogohlantirish bo'lmaydi emas, manda hammasi yaxshi bo'lishi kerak, tugatilinishi kerakmi, значит bo'ladi. То есть, если что-то нужно завершиться, то есть будут завершаться. Вопрос вашего состояния. Savol sizda, siz qanaqa o'tasiz, sizni holatingiz qanaqa? Это очень важно. То есть ваши ресурсы, sizni resurslaringiz, sizni sonastroykalaringiz, bu sizni fizический bir jarayonlaringizda bo'lib hisoblanadi. И mana shu barchasi fundament bo'lib sizda, siz yig'asiz, siz отработка qilasiz, bo'shatasiz, вы отрабатываете, вы освобождаете, вы набираете ресурс, вы сонастраиваетесь, это все ваш фундамент. То есть когда вы набрали fundamentni yig'dingiz, 2026-yilga o'tdingiz, и этот фундамент будет распаковываться. Endi bu fundament, endi распаковка ochamiz, deb aytamiz. Yangi oldingiz, накопили много, накапливали. И теперь 2026 год, 2026-yilda sekinlik bilan ochasiz. Da, o'zingiz mevalaringizni ochib, iste'mol qilasiz-da, получается. Mana shunaqangi bir jarayon bo'lib hisoblanadi. То есть
sonastroykalarda barcha hayot, barcha jabhalarida o'zgarish ketadi. Будет идти по всем параметрам. Да, по всем параметрам изменений, по всем параметрам индексация, да, чтобы вы вошли в новую жизнь. Hammada o'zgarish bo'ladi. У всех будут обновления. Вопрос, на каком качестве? Savol qanaqa sifatda? Как вы отработали этот год? Bu yilni qanaqa qilib отработка qildingiz? Как вы наполнили себя после этого? Qanaqa qilib yig'dingiz o'zingizni? Qanaqa qilib kengaytirdingiz o'zingizni, да? Mana asosiy mana shu jarayonlar. Максимально вам нужно сейчас набрать новое. Maksimal darajada yangi narsalarni olishingiz kerak bo'ladi. Да, чтобы bu jarayonlardan maksimal darajada tajribalar orqali ham o'tish bilan emas, da, именно o'zingiz уже hozir va shu yerda o'zingizga olib 2026-yilda da materiyada, modellikda gibr jarayonlarda ham tezlashtirishingiz uchun. Я сама очень часто говорю, buni aytib o'taman, прям мне напоминает hozir aytmoqchi emas, yana bir bor Elbrus haqida eslatib o'taman. Еще раз сама прям напоминаю вам о Эльбрусе. Кто взял Эльбрус, делайте Эльбрус каждый день. Не ленитесь. Kim Elbrusni olgan bo'lsa, прям erinmang, har kuni qiling. Кто не взял, возьмите. Kim olmagan bo'lsa oling. Почему? Почему? Потому что вы сейчас накапливаете фундамент сердечной чакры. 4-chakra uchun nima qilyapsiz? Resurs yig'yapsiz. А сейчас все будет происходить из сердечности. Hamma narsa yurakdan bo'ladi. Qanchalik darajada hozir siz praraботkalarni o'tib, qanchalik o'zingizni resursingizni Elbrus energiyasi orqali yig'sangiz, shunchalik fundament orqali siz 2026-yilni yangi energiyalarga o'tasiz. Настолько глубоко вы будете проходить на новые энергии 2026 года. Это очень глубоко, bu juda muhim. Вы даже не представляете, насколько это важно. У кого есть чакральные горы, сонастраивайтесь с горами, сонастраивайтесь с чакральными, потому что чакральные горы — это основные подачи энергии в наше программное обеспечение. Bu asosiy bizani programmalarimizga javob beruvchi oqimlar bo'lib hisoblanadi. Demak, yangi tizim 2026-yil 1-yanvardan ishlashni boshlaydi. Buni bazasi sizni 2025-yil 31-dekabrgacha nimaiki yiqqan bo'lsangiz, shu bo'ladi. Это очень важно, обращать на это внимание. Demak, har bir sizni fikringiz, все ваши мысли очень важны. Har bir fikringiz, har bir his-tuyg'ularingiz juda muhim. Очень важны ваши каждая эмоция. Обратите на это внимание. Потому что это ваша сборка. Bu sizni sborkangiz bo'lib hisoblanadi. Sizni sborkangiz qanaqa sifatda bo'lishi, bu sizni fikrlaringiz, his-tuyg'ularingiz, tanangiz bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi. Каждый день fikrlaringizga e'tibor bering, his-tuyg'ularingizga e'tibor bering. Потому что это очень важно и будет idти глубокая переиндексация, juda ham chuqur bo'lgan bir o'zgarish jarayonlari bo'lib o'tadi. Da, то есть eski dasturlar tugallanish jarayoni bo'lib o'tadi va yangi davr imkoniyatlari ochilishni boshlaydi. И mana shu joyda, mana shu yo'ldan o'tishda, praraботkalardan o'tishda, yuqorida o'tganimdek yoki bo'lmasa очищенияda, emotsional holatlarni har xil jarayonlardan o'tishda kimdir o'tmaydi, kimdir уже anchasini ishlab bo'lgandir. Вот я уверяю, да, то есть anchasini ishlab bo'lgan jarayonlarda bo'lgandir. Особенно мне очень нравится, я довольна очень o'sha energy triplarda ishtirok etish jarayonida juda ko'p jarayonlarni ishlagan bo'lsanglar, sizlar aslida ko'pchilik ishlagansizlar. Прямо обратите внимание, как у вас это будет проходить. Самое главное — это сохранение баланса, гармонии и быть в движении. Eng muhimi, прям sizga hozir тоже nima deydi, tavsiyalar berishdi, да? Tavsiyalar berishdi. Ustozim tarafdan olingan tavsiyalarni albatta sizlarga taqdim etaman. Важно быть в гармонии, важно быть в балансе и важно быть в движении. Важно от благодарности и любви действовать. Har bir harakatingiz aynan shu energiya bilan bo'lsin. Minnatdorchilik energiyasi, sevgi energiyasi har kuni. Потому что siz hozir nimaiki qilsangiz, прям muhrlayapsiz, pechat. Так, pechat, kanselyariya, да, misol, bu qanaqa o'tdi, qanaqa energiya. Agar sizga kimdir nimadir qilsa, siz agardaki boshlasangiz, вот, menga bu shunaqa qildi, desangiz, tamom, siz ketdingiz. U kranni ochib qo'ydi, siz u kranga
energiya berishni boshladi. Suvni siz beryapsiz u kran, ularni kraniga bo'ladi. O'shanda siz to'xtatasizda, mana shunaqa holatlarda, если у вас такие состояния, такие события, просто закройте кран, просто выходите, просто pытайтесь да, быть tворцом своих мыслей. O'zingiz siz yaratuvchisiz. Unutmang, biz yaratuvchimiz. Biz o'zimizning xayollarimizni yaratuvchilarimiz. Просто olasizda fikrlaringizni o'zingizga yordam berasiz, o'zgartirasiz, qabul qilasiz, minnatdor bo'lasiz, nafas olib chiqarib yuborasiz va kirmaysiz. Agardagi voqea uyingizdami, xonadoningizda sodir bo'lyaptimi, не входите в ситуацию, kirmang situatsiyaga. Вот просто olingda, bunday qilib surib qo'ying. Все, mayli, o'zingizlar hal qilinglar. Men chiqib ketaman. То есть bunga qovurilishingiz kerak emas. Вот agardagi kimdir xohlasa, siz o'zingizni urmang, не входите и не давайте свою энергию именно этим полям, понимаете, да? Создавайте все от любви, от благодарности. Это очень важно. Mana shu energiyalarsiz keyingi yillarda endi borgan sari yashash, materiyani shakllantirish, moddiylikni biz xohlagan natijalarga erishish uchun agar sizda minnatdorchilik bo'lmasa, agardagi sizda sevgi bo'lmasa, balans, hamohanglik bo'lmasa, moddiylikka erishish jarayonlari sizda sekinlashadi. Прям так и сказали нам, borgan sari oldinlari bu narsaga давайте deyishardi, endi hozir перед фактом qo'yishyapti, да? Поэтому очень важно в себе создавать. И почему я опять вот удивляюсь, nima uchun mana Elbrus deyishni boshlashdi kuratorlar? Потому что вы будете все больше и больше расширять в себе это качество. Без этих качеств нельзя. Без этих качеств не приходят активно финансы даже. Moliya bu kачество bilan juda yaxshi ko'radi. Omad bu kачество bilan juda ham yaxshi ko'radi. Yangi imkoniyatlar bu kачество bilan juda ham yaxshi ko'radi. Hamma hozirgi davrda yangi sivilizatsion holatlarda mana shu kачество, mana shu xislatlar bilangina insonlarni rivojlantirish. Bu xislatlar kimda bo'lmasa, кто будет выводить деструктивную энергию, kim agardagi destruktiv energiyani chiqarishni amalga oshirsa, polada, fikrlar bilan oiladami yoki bo'lmasa poliyadami, misol uchun, kimdir oldida destruktiv uy hayollarni boshladimi, это не совсем хорошо будет. Bu aynan bunaqa ruhlarga choralar ko'ramiz deb aytishdi, понимаете, да? Именно таким душам будут предпринимать меры. Какие меры будут разные? Qanaqa choralar? Buni уже tajriba, то есть o'zini bir holatlar asosida ta'minlanish. Shunchalik darajada bizni chorlashyapti. Настолько нас что делают? Нам показывают, наводят, говорят, будьте в потоке, будьте в благодарности, будьте в гармонии, балансе, будьте в любви. Да, biz birdaniga bunga ochilishimiz qiyin. Buning uchun biz amaliyotlarni, buning kimdir tajribadan o'tamiz-da, то есть kimnidir yo'qotamiz, unga bo'lgan mehrimiz kengayadi. O'shanaqa tajribalardan o'tmaslik uchun, для того, чтобы не проходить эти опыты, нам сейчас подают такие практики. Bizga yana shunday praktikalarni berishyapti-da. И bu praktikalardan biri, men yana bir bor aytaman, вот этот последний Эльбрус портал, она очень уникально расширяет именно сердечную чакру, благодарность расширяет. Кто есть участники? Hammalar участник bo'lgansizlar-ku. O'zingizni jarayonlaringiz bilan bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Da, или там doimiy bir boshqa praktikalar qilishingiz mumkin. Но hozir va shu yerda birinchi o'rinda shuni ko'ryapman-da, chunki ko'ryapman, agar проработка bo'lsa, agar dоработка bo'lsa, bu однозначно energiyalar orqali balansirovka qilib turamiz, yengilroq o'tish uchun. Balansiруем себя, чтобы именно качественно проходить. Да? То есть bu energiyalarsiz yangi davrda imkoniyatlarni ochish mumkin emas. Поэтому если у вас нету благодарности, учитесь. Sevgi bo'lmasa o'rganing, minnatdorchilik bo'lmasa o'rganing, o'zingiz ustingizda ishlang. Bo'lmasa materiyangiz, moddiyligingiz bo'lmaydi. Не будет у вас материи, не будет у вас финансов, не будет у вас активных ресурсных финансов. Это не означает, что все, но e'tibor bering. Если вы постоянно в недовольстве, agardagi siz doimiy ravishda norozichilikda bo'lsa, stop, hamma finanslaringiz to'xtaydi, sizni сразу aytishdi. Просто поэтому обращать на это внимание. Только благодарность, только принятие, только любовь, да, и в гармонии идти дальше, до гармонии davom etish kerak bo'ladi. Demak, har bir kun будет voqealar, shunaqangi voqealar, hodisalar bilan nima deydi, to'la bo'ladi, насыщенно будет, да, чтобы bizani именно yangi holatga chiqarish uchun. Bizni yoki tajribalar bilan chiqarishadi, yoki o'zimiz chiqamiz tajribalarsiz, да. Получается, dоработкалар bo'lsa,
bo'ladi, массово bo'ladi. Массово будут доработки. Глубокие доработки будут разовые доработки и будут интенсивно. Ya'ni gluboko degani nima degani? Agar siz bu ogohlantirishki, bu oldini olish. Mabodo kelib qolsa, siz hayron bo'lmaysiz. Misol uchun oldilar siz dona, toma, bir oyda ozgina, bir haftada bir marta tam praraботкалаringiz bo'lsa, kimdir uchun, qaysidir inson bilan. Bu oyda shunaqangi kunlar bo'lishi mumkin. В этом году, возможно, будут такие dni, hammasini o'pib yig'adida bir kunda sizga beradi. Siz ishlaysiz buni. То есть будьте готовы к этому. Понятно, да? То есть mana shu joylarga e'tibor bering. Это неплохо, не хорошо. Но mana shu joyda siz resursingiz, agar siz o'zingiz ustida ishlayotgan bo'lsangiz, qalbingiz bilan ishlayotgan bo'lsangiz, garmoniya, hamohanglik nimali, ongingiz bilan ishlayotgan bo'lsangiz, sizda nima bo'ladi? Bu jarayonlarga o'tish yengil bo'ladi. Siz bu jarayonlarga o'tkazishingiz bo'lmaydi. Lekin siz agar o'zingizni boshqara olmasdan turib, o'sha energiyalarni ildirib yuborsangiz, ular ildirishga harakat qilishadi. Ну, пока darabotka тоже bo'ladi. So'zni ongli ravishda bo'lishi juda ham muhim. Ongingizni kengaytiruvchi amaliyotlarni qilishingiz juda ham muhim. Maksimal balansda bo'lishingiz juda ham muhim. Tanani resurs holatida bo'lishi juda ham muhim. Это тоже питание. Обязательно обращайте на это внимание. Высыпайтесь. Uxlab oling. Tana juda katta ahamiyatda. То есть восстановление тела тоже большое, огромное количество влияет сон. Tanani o'zini o'zi tiklab olishga uyqu holati katta yordam beradi. Поэтому обязательно uxlab oling. Endi ertalab bu oyda ertalabni qanaqa qilib boshlash kerak? С утра активно начинаем день. Надо активизировать дофамин. Дофамин гормонini faollashtirishimiz kerak. Qanday qilib? Включаем музыку. Нашу любимую музыку, именно такую, которую вот мы танцуем 7 минут. 7 minut, 5-7 minut. O'sha muzikaga aktivizatsiya qilib yuborasiz, o'zingizni mana shu gormonni ko'tarib yuborasiz. Quyosh chiqquniga qadar o'zingizni maksimal darajada resursingizni ochishda faollashtirishingiz kerak edi. Quyosh chiqqunga qadar bu jarayonlarni o'zingizda doimiy ravishda faollashtirishingiz kerak. Bundan tashqari обязательно kontrastni dush. Buni уже doimo bilasizlar-da. Qishdami, yozdami kontrastni dush bilasizlar-da. Oxirgi marta muzday suv bilan qo'yib yuborishingiz kerak. Очень важно, да, просто залить себя холодной водой. Обязательно водичка с утра. Ertalab 55 gradusda suv, limonli suv och qoringa ichilinadi. Это тоже важно. То есть, что мы делаем? Мы активизируем свое тело. Tanaga yordam beramiz, потому что tana ham bu источник. Da, tana ham bu asos bizga yordam beradi o'zimizning resurs holatida bo'lishimizga. Limfa tizimni aktivizatsiyasi, amaliyotlarni bilsangiz marhamat bajaring. Masalan, vishshayada ertalablari qildik-ku qisqa amaliyotlar. Marhamat shularni ham qiling, тоже благо bo'ladi. Harakat ertalabdan kerak. И обязательно harakatning ichida просто bir qo'shiqqa andijanskiy polkaga o'ynab berasiz o'zingizga o'zingiz. Прям qo'yib olasiz andijanskiy polkaga o'ylab berasiz. Пока quyosh chiqquniga qadar, да, потому что максимально включить надо. Maksimal darajada yoqilishingiz kerak, maksimal darajada o'zingizda bu jarayonlarni shakllantirishingiz kerak bo'ladi. Так, и начинаем день. Kuningizni davom ettirasiz, да? Vaqtingiz qolmasa, ovqat yeyishga ham, naborot, menda vaqtim qolmayapti demaysizda. Demak, men ovqat yeyishim kerak emas ekan deysiz. Понимаете, да? Qayerda og'ir bo'lsa, qayerda mabodo og'irroq bir jarayonlar bo'lsa, ongli ravishda yashab o'ting. Yana bir bor aytaman, yashab o'ting ongli ravishda. Finansiy strukturada hamma strukturalarda da barchasi yangilanish holati bo'lmoqda. Hamma joyda yangilanish holati bo'lmoqda. Turmush o'rtoqlarda katta bir praraботка bo'ladi deb aytishdi. Будет отработка эмоциональная именно в партнерстве, особенно у кармических формах. Kim вот karmический партнер bo'lsa, sizlarda отработкалар bo'lishi ham bu bo'lishi mumkin. Bo'ladi emas, bo'lishi mumkin bo'ladi. Поэтому bu jarayonlarga e'tibor bering. Territoriyalar bo'yicha agardagi imkoningiz bo'lsa, qanchalik darajada ko'proq yangi territoriyalar bilan energetическими, физическими bog'lansangiz, shunchalik благо bo'ladi. Сколько чем больше мы сонастраиваемся, да? То есть собираем максимально, yig'amiz.
Это вот как misol uchun sizda Germaniyada kimdir tanishingiz bor, o'sha Germaniyadagi insoningizga olasizda qanaqadir smaylik jo'natasiz. Anchadan beri jo'natmagan bo'lsa, energiya yuborasiz, u sizga nimadir yuboradi, уже энергетически bir-biringiz bilan bog'lanasiz. Вы уже будете настраиваться энергетически. Поэтому максимально собирайте энергии с разных территорий. O'zimizdan, makonimizdan ham, matritsamizdan ham, chet eldagi jarayonlardan ham maksimально. Это тоже пополнение. То есть nimaga yo'naltirishyapti bizani hozir sivilizatsiyalar? Максимально yangi narsalarni olinglar deyishadi. Максимально наполняйте себя. Наполняйте, готовьтесь к 2026 году. Заполняйте свой фундамент. Fundamentingizni kuchaytiring deb aytishyapti. Da, biz bu orqali o'zimizda sifatli energiyalarni chiqaramiz. Sifatli energiyalar orqali biz sifatli yangi indekslarga ochlanamiz. Bizani asosiy maqsadimiz eslashimiz, что biz yaratuvchimiz, помнить, что мы творцы своей жизни и всегда действовать из созидания. Mana shu yaratuvchanlik orqali konstruktiv asosida harakatlanish. Не через претензиялар orqali emas. Не через деструктивные мысли, да, а именно через благодарность, через любовь. Любовь, благодарность. Запомните, любовь и благодарность. Если мы будем активизировать, нам даже будут подаваться, вот прям видимо, или это их мотивация, мотивация, но в любом случае собираться, создаваться, это же вы для себя делаете, да, то есть что заслужили, то и получили, но будут подарки приходить от судьбы. Agar siz maksimal darajada da o'zingizdan beraversangiz, harakat qilaversangiz, da hattoki bir da borliq tarafdan sizga juda ham bir inomlar taqdim qilinadi. No, bizning maqsadimiz kutmaslik. Bizning maqsadimiz harakatda bo'lish. Bizning maqsadimiz talab qilmaslik. Bizning maqsadimiz потребительский. Потребительский degani nima degani o'zbekchasiga shuni aytinglar. Переведите мне это слово. Потребительский muomalada bo'lmaslik. Ayniqsa aksincha kutmagan holatda o'zimizdan doimiy ravishda berishni davom ettirish. Da, то есть u menga berish kerak. Ayniqsa turmush o'rtoq munosabatlarda, da, вот birdaniga ko'tarilib qolsa, nega menga bermayaptilar? Nimaga потребительски не относимся. Foydalanuvchi iste'mol, da, вот foydalanishni olib tashlang, umuman olib tashlang bu energiyani. Talab energiyasini umuman olib tashlang. Да, а именно o'zingiz buni bering, sami вырабатывайте эту энергию. И xayol keldimi, nimadir yaratish, nimadir qilishga, shuni ishga tushiring. Да? И qanchalik darajada bizni emotsiyalar, насколько наши эмоции, наши сердца, qalbimizda sifatli bo'lsa, shunchalik darajada bizani dekabr oyimiz nima qilishni boshlaydi? Будет перепрошивочный. Перепрошивка qilinadi, shunchalik darajada sifatli перепрошивка qilinadi. То есть настолько мы будем максимально качественно перепрошиваться. Вот поэтому нужно быть в качестве. Вот поэтому очень важно, да, именно максимально делать все практики по любви, по принятию, по гармонии. И прям очень советую еще раз. Эльбрус это прям кладезь, да, bo'lib hisoblanadi. Demak, самое главное bu yerda, то есть sizni maqsadingiz, yana bir bor aytaman, sizni fikrlaringiz, toza fikrlaringiz, sifatli his-tuyg'ularingiz va men qila olaman, men o'zgartira olaman o'zimni deyishingiz. Я смогу это делать. Trezvo, ongli ravishda trezvo мыслить nima degani, da? Yurmasdan suzib bo'lmayapti-ku, bo'larmikin, bo'lmasmikin? Tak, stop. Men yaratuvchiman. Men qila olaman. Men qilaman buni. No, mana shu joyda birgina narsa bo'ladi, da, что mana shu joyda ozgina ehtiyot bo'lasiz, egoga kirib ketmaysiz. Da, chunki mana shu paytda bilamiz-ku, da, то есть я могу, men qila olaman deganda bir xilida oldinlar bo'lardi bu, hozir ham bor. Я могу. Mana смотрите, я могу. Есть разница? Я могу, я сделаю, я попробую. Ну да, я сделаю. Ну я сделаю это. Ну я попробую. Да, и конечно. Поэтому asosiy maqsadingiz sizni sifatli holat, bizani ularni maqsadi bizga yordam berish, bizani maqsadimiz sifatli hayotni kechirishimiz. Sifatli hayot endi bundan buyog'iga ni от претензий, ni от эго,
от любви, от благодарности, да, без разрушительных мыслей. Hech qanday past vibratsiyali fikrlarga o'rin qo'ymanglar. Kelyaptimi? Minnatdorchilik bilan transformatsiya qilib yuboringlar. Qabul qilgan holatda albatta. Без принятия никак. No, да, man qila olaman. No, без потребительства, foydalanish orqali emas. Man qila olaman, man harakat qilaman. Bu boshqa narsa. От любви, с любовью к себе, с любовью к миру. Запомните это. И oxirgi bir narsa. Для чего, сразу говорю, для кого декабрь будет очень ёмкая эмоциональная работа. Именно judayam bir эмоциональный, ayniqsa bir urg'u berishdi. Особенно dушам, ayniqsa ruhlarga datasi nechi bo'lgan nima deysizlar? 4 bilan 9. Umumiy raqamingiz agar sizda 4 bo'lsa, готовьтесь. Именно датangizda. Если у вас число 4 или 9, yo'q, именно datada. Datada. Именно 9, 9 bo'lsa yoki 4 bo'lsa, da, то есть siz ogohlantirilgansiz, значит bo'lasizda. Kelsa, keldingmi? Ke bolam, ke. Ke jonimga, ke rahmat kelganing uchun. Rahmat senga. Nimani anglashim kerak? Ke. Bo'ldi, tushundim, rahmat. Endi ket. Понимаете, да? Не так, как qilib, да? Или там qiynalib, или там все уже, вы знаете. Принимаете, благодарите, все, идите дальше. Дата. Только дата. Единая цифра. Общая цифра, дата рождения. Обращайте на это внимание. Ну, если, да, это вот особенно. Но если есть в дате у вас четверки именно в доработке, возможно, это тоже как-то влияет, но тут в основном дата. Demak, 2026-yilgi resurs bilan kirib boramiz. Resurs bilan qanchalik yig'sak, shunchalik darajada imkoniyatlarimizni oshiramiz. Ни в коем случае, umuman olganda, прям umuman низкий vibratsion negativni holatlarni yaratmang. Просто sливать qilasiz. Просто berasiz u okaga energiyani. Просто berasiz. Hozir ular provokatsiyalar bo'ladi deb aytdim. Demak, sizni vazifangiz o'zingizni ushlab turish, o'zingizni aktivlikda tutish, o'zingiz bilan maksimalni ishlash. Vaqtingiz bo'lmasa, vaqtim bo'lmayapti emas ekan, vaqtim zo'r ekan, rahmat, menga umuman ovqat yeyishim kerak emas ekan deyish da shu dekabr oyida. Sifatga olib kelish o'zingizni bo'lib hisoblanadi. Да, и вообще будет благо, да, вот как я сказала, да, это я сказала уже, и еще хочу сказать, кроме того, что nimaga e'tibor beramiz biza, что mana mana shularni hisobga olgan holatda потом endi Andromeda kuratorlarimiz 30-dekabrda расписаниeni ko'rgan bo'lsanglar, именно 30-dekabrda deb aytishdi. Nimaiki bo'lsa, mana mana shu jarayonlarni переиндексация qilish uchun chakralni praktika o'tkazamiz. То есть эта практика будет от наших кураторов, без кодов, raqamlarsiz bo'ladi bu. Именно har bir chakra tog'iga energetически ulaniladi, yangi показатель asosida, и har bir dasturlash jarayonini o'zgartirishadi. Будет переиндексация, поэтому запомните, у всех у вас, да, возможность разная. Что я от себя советую? Обязательно прям проделайте, возьмите чакральный Energy Trip Elbrus 100%. Imkoningiz bo'lmasa, хотя бы birinchi kunini qiling, ochiq dostupda berilgan sizga. Прям делайте. Вот настолько вам важно, вы даже не представляете. Hozirgi jarayonlarda. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'sha fikrlaringiz, bularni aytdim, ertalabki turishingiz, bularni aytdim, yeyish turishingiz jarayonlaringiz, bularni aytdim. Да, обращайте на это внимание. Чакральные практики делайте обязательно, это очень важно. Да, и очень рекомендую по мере возможности, это уже максимальный, минимальный предел, да, imkoniyatga qarab 30-da обязательно qatnashinglar, chakralniy praktika bo'ladi. 31-dagi amaliyot bu bepul bo'ladi, 30-dagi pulli bo'ladi, потому что bu yerda katta затратная energiya bo'ladi, sizni kodirovkangiz amalga oshiriladi. Mana mana shu narsani o'zingiz uchun muhrlab qoling, hozir xayolimga keldi. А все остальное, что выдается, hamma narsa qolganlari berilganligi, imkoningiz qadar o'zingizga agardagi da faollashtira olsangiz, buni уже o'zingizda ochasiz. Har bir yangi amaliyot, har bir yangi energiya dekabrda olingan, faqatgina sizga 26-yil uchun poydevor bo'ladi.
Все, мои хорошие, благодарю вас. Идем дальше, davom etamiz. Dekabr oyiga so'zlashish 2025-yil esimadi. Мы radi, добро пожаловать, hurmatli xush kelibsiz. Simitra Tursun Simitaman. Navbatdagi o'zingizning qirangizni ochishingiz yoki bo'lmasa yo'lingizni behisoblik ila sekrentirmadi, sentimetrmadi, yangi imkoniyatlar ila ketishingiz uchun tanlangan programma dasturlaringiz hammangiz uchun keng ko'lamli imkoniyatlarni ochib bersin. Kelajagingiz uchun muhim, kuchli bir fundament bo'ladi. То есть, по сути, вы создаете фундамент, который проявляется, который будет проявляться, который будет уже активизировать, проявлять свои плоды muddatlar maslahat уже в скором времени. Bir o'zini ko'p kuttirib qo'ymaydi va o'zini imkoniyatlarini sizga taqdim etadi. Исцеляющая, даваливающая энергия, она трансформирующая, трансформация qilib beruvchi energiya. Ощущаем, как она входит в каждую клеточку, har bir hujayraga kirayotganini his qiling, прям ko'zni anaqa qilaryapti-da. Har bir hujayraga kirayotganini antiyturman, bitta qon tomirlari bilan birlashib, hattoki qon tomirlari yo'lidan ketayotganligini, tarqalib ketayotganligini his qiling. Определите для себя, как энергия входит в ваши синтоматы, кровеносные сосуды и по всему телу это сантиметомата распространяется по сосудам. Yig'ilgan jarayonlar bor bo'lganligi uchun dekabr oyini hozirgi berilayotgan imkoniyatlarni tetrosakromitomata. Tanangiz yuqori ko'rsatkichlarda olib ketish uchun sbalansirovana основа, balans holati shakllantirildi. Переиндексация это выводит вас на новый уровень симметромата. Sizni yangi holatga, yangi darajaga olib chiqadi bu jarayonlar. Целостно, bir butunlikda. Keyingisi fizическая качественная сборка материи. Sizga voqealar va hodisalarni yig'ib berilinishi va siz buni yashab o'tish jarayonini shakllantirib beradi. Bu kod sizga sifatli energiyalarni tanlashga yo'naltirib beradi, sifatli imkoniyatlarni ko'rsatishga yo'naltirib beradi, чтобы sizdagi hayotingizdagi siz istagan natija sifatli bo'lishi uchun yo'l ko'rsatadi, ochib beradi, ko'rsatib beradi. Новые возможности, yangi imkoniyatlar kodi. Tizim sizga yangi jarayonlarni, yangi imkoniyatlarni yaratib berishni amalga oshiradi. Новые материальные результаты. То есть сборка bo'ladi bu yerda. Sizga imенно shunaqa voqealar, hodisalarning sborkasi natijasi tezlashtiriladi bu yerda va yangi natijalarni olib kelish uchun sizga yaratib berilinadi voqealar va hodisalar. То есть yaratilinadi siz natija olishingiz uchun. Bu natijani siz o'zingizda his qilishingiz uchun. Demak, отлично. Тело, эмоции, разум. Tana, tuyg'ular, ong. Bir butunlikda ketishimiz juda ham muhim. Очень важно, чтобы мы были в целостности. Ага, 169. В какой энергии скорость? Какая скорость, значит? Tezlik qanaqa energiyada? Balans. Bu degani nima degani? Shoshish bilan skorostning farqi bormi? Yoki yo'qmi? Balans. Da. Demak, sizga bu skorost degani bu shoshish degani emas. Bizda ko'p bo'ldi-da shunaqa jarayonlar. Vot, men shoshyapman, skorost qiling degan. Vot, men shoshilib turaman, men balansimni yo'qotyapman. Нет, bu shoshish. Lekin o'zingizda tezlikni shakllantirishingiz kerak, что siz tezlikdasiz, lekin shu bilan ichki xotirjamligingiz o'zgarayotgani yo'q. Mana shu sivilizatsiyalar juda tezligi kuchli-ku ularni. Hali ko'rishadi, kelishadi-ku. Мы скоро же будем же общаться с ними. Они же вообще же быстрые. Ular hansirab yurishmaydi-ku. Ular tezlikda. На момент. Они же телепатически даже общаются. Вот эту скорость они хотят развить нас. Mana shu tezlikni bizda o'zimizda ham nima qilishni shakllantirish kerak. Buning uchun siz shoshishingiz kerak emas. Buning uchun siz mana shu skorostni narobotka qilishingiz kerak bo'ladi. Narobotka qilish harakatda ham ko'rinishi kerak bo'ladi. Harakatga chorlab beradi. Harakatsiz asosiy, siz xohlasangiz ham xohlamasangiz ham yota olmaysiz. Harakat qilaverasiz. Fizическая активная проявленность, то есть tanani harakati. Tana doim harakatda bo'lish kerak degan. Keyingisi качественные созидательные состояния. Bu men sizga aytganim. Качественные созидательные состояния. Это любовь, это благодарность, это гармония, то есть doimiy ravishda sifatli holatlar bo'lish degan. Состояние. Видите, какой код? То есть нам будут всегда, наша программа, какая хорошая, важная программа, нам будет давать возможность поддерживать нас. Bizani qo'llab-quvvatlaydi har qanday bir holatimiz o'zgarmasligi uchun. Mana shu galaktik tildagi tovushni o'zimiz hisoblab chiqarganimizda
bir ming to'rt yuz qanchadir kodlardan yig'ilingan tovush ekan mana shu, понимаете-da, hisoblangan. O'shaning uchun mana shu tovushni hisoblanishini oldini olish uchun bizga 1144 ta energiya. Bu tovushni hozir обязательно yozamiz. Bu maksimal darajadagi bizga mosh silani yig'ib berishga imkoniyat yaratadi. То есть qanaqa qilib sizga uy xayoli kelishni boshlaydi. Buni qil, bunga bor, mana bu praktikani qil, mana bu ovqatni yema, bunga qil, hozir mana bunaqa qilib nafas ol. Da, то есть mana shu tovush bizga sifatni yig'ib beradi dekabrda, чтобы biz resurs asosida ketishimiz uchun. Agarda kim ismini o'zgartirmoqchi bo'lsa, datalar 3, 5, 8, 9 to'g'ri keladi. Yangilanish, obnovlение holatini keltirmoqchi bo'lsa, har bir 0 raqami bor bo'lgan datalar to'g'ri keladi. Va o'zingizda yangilik, akkauntda nimadir ochmoqchi bo'lsangiz, yangi ijtimoiy tarmoqlarda nimadirlarni, yangi bir narsalarni ochmoqchi bo'lsangiz, eng resursli datalar bu 12, 15, 16, 18, 22, 25, 27 bo'lib hisoblanadi. Bizda вот работа будет у нас, видите, ertalab ko'rsatdim yuqori ong ishtirokchilariga. Boshqa ko'rsatmayman. Вот так вот. И sizlar bilan dekabr oyida тоже qushni amalga oshiramiz. Transformaционная работа будет. Нам благ и идем дальше. Davom etamiz. Благодарю.